Assalomu alaykum aziz akalar, ukalar. Mana Xudo xolasa navbatdagi ishimiz ikki etajlik zdaniyamizni birinchi etajini tom qismini qilib berdik. Mana lagerliklar tashab konteyner materiallaridan Xudo xolasa beton ichida qolib ketdi. Mana ko'rib turganlaringizdek, mana kimda shunday ob'yomlar bo'ladigan bo'lsa, masalan 5 metrga bemalol Xudo xolasa ko'taraveradi. Mana lagerliklarimiz 5 metrga o'ylanayotgan akalar bo'ladigan bo'lsa, lagerlik tashlash uchun va boshqa mana Xudo xolasa konteyner materialini qilib beraveramiz. O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Tom qismini ham Xudo xolasa o'zimiz olib beramiz. U video jarayonini qo'yamiz. Hozir mana birinchi etajini lagerliklarni qo'yib berdik. 100% konteyner materiallaridan. Xudo xolasa video jarayonida nomerlarimizni qoldiramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa chiroyli va sifatli qilib bitkazib beramiz.